Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 2. Keşmirning ostanasi Srinagar shahri. Zo'r umid maqsadlar bilan uzoq yo'l besib kelgan Hidoyatullo Eshon Srinagar shahrining Bo'sug'isidan atlabla Podshoh Muhammad Rajaxon bilan qaysi yo'sinda ko'rishish haqida bosh qatirishga kirishgan bo'lib, ot ustida mugdab qolgandek o'tirgan turqidan bu katta shaharning qaynam toshqinliq manzarasidan ham islom ham Budda madaniyatidan yo'g'rilgan o'zgacha me'morchilik san'atidan shakllangan ko'cha rastlardagi imoratlardan zo'qnishga hafsilasi yo'qdek ko'rinadi. Uning hamrohlari bo'lsa ko'cha rastlardagi o'zgacha milliy uslubda kiyingan kishilarga, boshlariga seriq, yeshil raxtlardan yo'g'on sallalarni o'rvilishgan dindorlarga, pokiz qirdirilgan boshlariga hech nima kiymagan, uchisiga seriq, so'sin rang kosayilarni o'ng dodisidan otildirib chigishib, so'l bilikini o'chiq qo'ygan. Uruqchisi yong'oqdak cho'ngliqdagi uzun tasvirlarni bo'yniga esibilib, yerdan ustun qarmay ketib qolgan brahman mollalarga, bosh ko'zlarini qilin chumpal bilan o'rishib olgan musulmon ayollarga, shundoqla beshiga sara silib, qishining o'tirsiga qizil mang chekib, yuzi va qo'rsiqini o'chiq qo'yib mengishgan buddist ayollarga ajablanish ham hayronlik nazarida qarashdi. Budda dini bilan islom dini tang mavjud bo'lib turgan bu shaharning manzarasi haqiqatan o'zgacha edi. Ular bir musulmon saroyvonning sarayga tushkun qilishdi. "Ya Alloh, bu shaharda kupparlarmi xeyli ko'pgina, pirim?" dedi Molla Saqi supida so'zlab yotgan Hidoyatullo Eshonga qarab. "Bu shaharning podshohi musulmonmidir?" "Albatta musulmondir", dedi Hidoyatullo Eshon xushyoqmagan holda javob berib. "Buguncha ko'ch-ko'ylarga chiqib yurmay, obdaroq aram olsunlar. Podshoh Muhammad Rajaxon odilari bilan tongli saharda ko'rishgaymiz." Bugun nashtadan keyin o'rniga chiqib, amirlarning salomini qabul qilgan Muhammad Rajaxon amirlari sungan ma'lumotlarni angladi va bir qism farmonlarni tushirdi. Atdiganlik qabul bir osh peshim davomlashdi. Xon amirlariga qaytishga ijozat berishga tamshilib turibdi. Shig'avul amri 4 nafar xizmatkorni agashtirib, Shohnishonga kirib keldi. Xizmatkorlarning birining qo'lidagi patnosda 500 sar nokcha Saidiya kumush tangisi. Qolgan 2 xizmatkorning qo'lida 3 topdan xotan attisi bor edi. "An hazratimga ma'lum bo'lg'ay", dedi Shig'avul amir. "Saidiya xonligidan kelgan mehmon odilarining qabul qilishini kutib turibdi." So'g'u salomlardan ko'ra Saidiya xonligidan kelgan mehmonga bakrak qiziqqan Muhammad Rajaxon aldirab so'radi. "Ol mehmonning ism sharifi kim ekan?" "O'zni Saidiya tasarrufidagi ahli sulukning peshvosi deb tanishtirdi. Unvoni Qutbul Ahtab, Sultonul Muaqqiqin. İsim şərfi Xoca Hidoyatullo Eshon Piri buzurg azizlarkan. Ol zati muborak qabulga kirgay", dedi Muhammad Rajaxon ortiqcha o'yinib o'tirmay. Oradan bir chilim tamaki chekkuchilik orliqda Shohnishonga Shig'avul amriga ergishib, Xoja Hidoyatullo Eshon va uning Molla Saqi qatorliq hamrohlari kirib keldi. "Assalomu alaykum, ey adolat panoh qibligahim", dedi Hidoyatullo Eshon taxtda kibr bilan o'tirgan Muhammad Rajaxonga salom berib. "Va alaykum assalom", dedi Muhammad Rajaxon Eshonning salomini ilik elib, taxtdan bir oz qimirlab qo'yib. Shu daqiqada Xoja Hidoyatullo Eshonning ko'zlari saroydagi amirlarga birma-bir qarab ulgurgan edi. Beshiga yo'g'on sallarni o'rib olgan amirlarning orasida uchisiga seriq, so'sin rang kosaya ortgan brahman dindorlari siyoqida kiyingan amirlarmi ko'zga chiliqatdi. Hidoyatullo Eshonga bu bir yangilik bo'lib tuyuldi. Boburiylar sulolasining buzrukvar Haqani
Zuhuriddin Muhammad Baburning navrisi Haqqan Akbar dadisi Humayundan saltanatni topshirib olgandan keyin Baburiylar tasarrufidagi buddistlar bilan musulmonlar o'rtasidagi diniy ziddiyatlarni hal qilish, mamlakatda tinchlik, barobarlikni ishga oshirish uchun Hindi qiziga uylangan hamda har qaysi yurt o'lkalarga bir qism buddist hindilarni amir bag tayinlagan. Hindilardanmi amir bag tayinlagan va shu orqali Baburiylar tasarrufida ishki malmonchilikning unumlik oldini olgan edi. Haqqan Akbarning bu siyosatiga varislik qilgan Avrangzebmi hokimiyat beshiga chiqqandan keyin bu an'anani davomlashtirib kelgan edi. Shuning uchun Muhammad Rajaxon ordusidagi amirlarning orasida bir qism hindi amirlarning bo'lishi ancha ajablanarlik ish emas edi. Muhtaram Sülük peşvası bo'lmish İşan Hazretning uzoq safar mushkulotlarini yengib, ostonamizning bo'sug'isini suyishidagi muddaosi nima ekan? So'radi Muhammad Rajaxon texchilar beshin tuvan egib, qo'l bog'lab turgan Xo'ja Hidoyatulloh İşandir. 18 ming olamning xonu xaqoni, adolatning homiysi, fiqir, miskin, musafirlarning boshpanohi, saxovat va mehribonlikning nur ziyosi bo'lmish qiblagohimga yetib ma'lum bo'lg'ayki, bizlar kim Saidiya tasarrufida saodatman ahli tariqat yo'lda suluk tavritib, tumanlagan muridil hidoyatchi, murid murshid mo'minlarga rahnama bo'lib, puhrodorchilik majburiyatlarimizni sadoqatmanlik bilan o'tab kelgan suluk peshvosi Arduk qachonki Sultan Ismoilxon Saidiya tasarrufining taxt varisi bo'lmish jiyan o'g'li Shahzod Yo'lbosxonni qatl qilib taxtga chiqqandan beri suluki Soqiya murtatlarining domiga tushib, shariat ahkomlarini xohlagancha paymal qildi. Musulmonlarchilik yo'llaridan chatladi. Behisob zulm istamlari bilan yavaş, begunoh ra'iyatni qong'ir qaqshatdi. Bu nohaqchilik qabohatga chidamay, ikki og'iz haq so'zlab qo'yganligimiz uchun Saidiya tasarrufidan mangu qo'g'lab chiqarib, uy makonlarimizdan, sadoqatman murid yoralarimizdan, xotin bola chaqalarimizdan ayirib tashladi. Aslida Qodir Allohning bu keng rizqiniga chechilgan Xudoyi rizqimizni tepib yeb yursak bo'lar edi. Ammoki zolim xon Sultan Ismoilxonning zulmi ostida zar-zar qaqshavotgan qarindoshlarimizning nolisi oromimizni bir kunmi tinish qo'ymadi. 4-5 yildan beri sarson sargardon bo'lib yurib, ulug'larimizning mazar maqbarlarida tug' shaddilarini qiqib, ularning pok ruhonatlariga seg'inib, ashu qarindoshlarimizni zolim xonning zulm sitamlaridan qutuldirish uchun duo tilovatlarda bo'ldik. Bir kuni Baytul Muqaddasda Hajarul Aswadni suyib turib, Alloh egamdan qarindoshlarimga osoyishlik tilab o'tirsam, tuyuqsiz g'oyibdan ey g'ojizodam, tilak maqsadlaring Muhammad Rajaxon Hazratlari orqali ro'yobga chiqqay degan bir sado keldi. Bu yerdagi Hajari Aswad degani Baytullohdagi qora tosh. Hijrat qiluvchilar ashu toshni suyib turib, tilaklarini bildirishdi deydi. Shu hamon Allohga tugmas hamdu sanolarni aytib yo'lga chiqdim-da, ulul qiblagohimning dargohiga keldim. Ahvoldan qaraganda Saidiya tasarrufiga xonu sulton bo'lishni Alloh taolo janoblariga buyurgan o'xshaydi. Xo'ja Hidoyatulloh İşanning maqtashlaridan as-hoshini yo'qotgan Muhammad Rajaxon İşanning muddaosining tigiga yetdi-da, amirlarga qaytishga ijozat berib, İşanni muhim kengash qiladigan sariyga boshladi. Ular to'liq bir kun hal-mong bo'lishdi. İşan har bir so'zda Muhammad Rajaxonni ko'kka ko'tarib, Sultan Ismoilxonni yomonlab beradi. O'zda yo'q sifat fazilatlardan hayajonlangan Muhammad Rajaxon xuddi
Чаңқап кеткен адам мұздек бұлақ сүйіге yo'liqqandek ruhlanib, hada po atatti. Хақан Әврәңзіпні қасайтты. Yolg'onchi bilan guppangchi, munofiq bilan suxanchi, osi bilan riyokor obdalla chiqishib qolgan edi. Navoda on hazratim Bahadır Kashmir lashkarlaridan 2 tuman o'g'lonni berdigan bo'lsa, Udul Astani Yorkand shahriga bostirib berib, Sultan İsmail Xondan saltanatning Saidiya saltanatining taxtini tortib olib, olilarga 2 qo'llab tutgan bo'latdim. Shu kunlarda Xaqon Әврәңзипga ochiq oshkora boyqut qilgan Muhammad Rajaxon qo'shnisi Tibetning ruhoniysi Dalai Lama 5 bilan aloqalashib harbiy ittifoq tuzgan edi. U Xaqon Әврәңзипning jazo yurishi qilib kelib qilishidan xavfsirab turgan mushundaq paytda, garchi Saidiya tasarrufini ilkiga ilib Xonu Xaqon bo'g'isi bo'lsa-mu, lekin Hidoyatulloh Ishonga 2 tuman lashkar berolmaydi. Şuna anca o'yinib o'tirmayla Dalai Lama 5ni tavsiya qildi. Muhtaram Qutbul Ahtob Ishon Hazratimning hurmat inoyatiga ming tasanno. Buyuk Baburiylar tasarrufidimi Dahri Xaqon Әврәңзип shariat ahkomlarini, islom jasoqlarini o'zgartib, Hindilarga, kafir Brahman muridlarga moyil bo'lgan Xaqon Akbarning Dahri yo'lini davomlashtirib, musulmon ra'iyatning dilini qo'ymo ranjitdi. Shu sababdan bizlar Dahri Xaqon Әврәңзип saltanatini yo'qotib, o'rniga saodatman shariat ahkomlarini o'rnatish muddaosini ko'nglimizga pukkan arduq. Hazratleri Saidiya tasarrufidagi avam ra'iyatni jaholatdan qutuldirib, hidoyatga boshlamoq bo'lib, bisyor riyozatlarni chekibla, Baburiylar tasarrufi bilan Saidiya tasarrufini birlashtirib, tangdoshsiz bir ahli tariqat saltanatini qurib chiqish qo'yma qutluq bir maqsaddir. Bu maqsadlarni ro'yobga chiqarish uchun jon tasadduq qilish albatta qiyomatlik qarzimizdir. Әмма Дәхри Xaqon Әврәңзип saltanatini sal chog'lig'ili bo'lmaganға o'xshash, Saidiya saltanatini zinhor ojiz chog'lig'ili bo'lmas. Hazratleri bexabar bo'lmasa kerak. O'z zamonida Saidixon olilari Saidiya lashkarlarini boshlab kelib, Kashmirni Saidiya saltanatiga itoat qildirgan edi. Buyuk sarkarda Mirza Haydar Ko'ragani Janoblari Kashmirda naib va amir bo'lib turganda, Kashmirda bir mezgil boyashotliq, osoyishlik hukm surgan. Sultan Abdurashid Xon vafotidan keyin Saidiya tasarrufida yuz bergan bir talay taxt majralari sababidan Kashmirga bo'lgan hukmronligi susishib qolganligi va Mirza Haydar Ko'ragani hazratlarining keyin Kashmirga posibon bo'lgan Baglarning sadoqatsizligi sababli Kashmirni Xaqon Akbar Xon olilari Baburiylar tasarrufiga qo'shib olgan bo'lsa-mu, izchil turda Saidiya sultonlaridan ehtiyot qilib keldi. Bu yerdagi Mirza Haydar Ko'raganiga bundoq izohat berilibdi. Mirza Haydar Ko'ragani harbiy sarkarda, tarixchi. Sultan Saidxon Tibet yurishida tütek ilib ketib qazo qilgandan keyin Sultan Abdurashid Xon bilan adovatlashib qilib Kashmirga ketgan va mashhur asri Tarixiy Rashidini Kashmirda turib yozgan deydi. Sultan Abdullah Xon olilari lashkar boshlab kelib, Kashmirni Saidiya tasarrufiga qayta itoat qildirgan bo'lsa-mu, ancha uzun davomlashmadi. Hazır Baburiylar bilan Saidiyalarningki kuch qudrati bir-biridan qilishmaydi. Saidiya tasarrufida bahodir, istidodli sarkardalar xeyli ko'p. Ulug' maqsadlarimizni ro'yobga chiqaramiz deydiganmiz, zinhor yengillik qilishga bo'lmaydi. Muhammad Rajaxon bir oz o'yinib turib olgandan keyin gapini davomlashtirdi. Qo'shni el Tibetning podshohi Vajra
Dalay Lama aliləri bütkül Brahman muridlərinin burhanıdır. Ул zati Mubarakka yalğız yaqin ətrafdakı emas, Yiroq əllərdəki Brahman xan padişahlarmı muqaddas avliya bilib, dengizdə kən qursaq, nom bitik açari deb tərifləşib etiqad qılıdı. Ул Brahman avliyası bilan bizlərning o'ttirimizda sulhi kelishim bor. Maqsadlarimizni izhor qilib yordam so'rasak, shafoatini oymasligim cho'qim. Arzu mutalarımız üçün özri rəhnamı boğayla qıblıgahim, dedi qalbidagi arman gulxalari 7 yaşqa başlagan Hidayetullah İşan hayacanlanğan halda. Ул Brahman xoni bilan qay yosunda ko'rishmak kerak? Ул zati Mubarak bilan didar muloqoti bo'lish to'liq mushkuldir, dedi Muhammad Rajaxon o'ychanlik bilan. Ул Brahman avliyasi yotlarning Brahman aqidasiga bo'lgan sadoqatini sinab ko'migicha zinhor qabul qilmaydi. Hazratim eng avval Brahman aqidalaridan oz to'la savoq olg'ay. Qog'inni janoblari Tibetga borgandan keyin sadoqat e'tiqodini namoyon qilib ta'sirlantirgay. Shunda qilib Hidayetullah İşan Kashmirda bir mezgilda Brahman aqidalarini, Brahman murosim yo'sullarini o'rgandi. 3. Milodiya 1678-yili 1-oyning oxiri. Muhammad Rajaxon qo'shib bergan Brahman yo'l boshlig'ichining hamrohligida Tibetga qarab yo'lga chiqqan Xo'ja Hidayetullah İşan Molla Saqi qatorliq 5 nafar sadoqatman muridlarini agashtirib, xatarlik tog' yo'llarida ming o'lib, ming tirilib ilgirlaydi. Ular birdan Qotazga minib olgan bo'lib, yuk taq, uzuq tuliklari ortilgan 4 qotazni burundan cho'lik o'tkazib, minib olgan qotazlarga chetib olgan edi. Ko'k muz, oq qor bilan qoplangan, ko'k bo'y so'zgan hayvatlik tog'lar ustida bulutlar agitdi. Ana avu tağ çoqqulari orasidagi jiralarda zumratdak suzuk suvlardan hosil bo'lgan ko'llar, yop-yeshil qarg'ay, shamshatlar bu xilvat ziminga texmi sirliq tilsim tus ato qilgan edi. Hidayetullah İşanға yo'l boshlab mangan Brahman muridi bu sirliq tog', ko'llarga qadamda bir digudak yer beg'irlab sajda qiladi. To'xtamay durud istig'for o'qiydi. Hamda Hidayetullah İşan'ı şunda qilishga da'vat qiladi. Ulug' nom bitik ochari Dalay Lama Burhan Hazratleri hammani ko'rib bilib turg'uchidir, deydi Brahman muridi turkiy tilda buzib so'zlab. İşan Hazratim tangdossiz Sakyamuni Bodhisattva va Qonishmim Avalukta Ishvara Bodhisattvaga bo'lgan cheksiz sadoqatini bildirish uchun yo'l bo'yi Brahman ahkomlari bo'yicha ibodatda bo'lmoqi zarur. Muqaddas Tibet zaminidagi har bir tog'u toshlarda, har bir ko'l daryolarda ulug' ilohlarimizning kuch qudrati bor. Ularning shafoat shafqatini seg'ingan har qanday kishining qadamda bir butkul vujudi bilan ibodatda bo'lmoqi vojibdir. Shu kunlarda bir sadoqatman, e'tiqodliq Brahman muxlisiga aylanib qolgan Hidayetullah İşan yo'l boshlig'ichi Brahmanning so'zlarini ko'ngil qo'yib anglaydi. O'rgatgani bo'yicha ibodatga mashg'ul bo'ladi. Ey sadoqatman zotil ahtoblarim, Allohdan bir buyruq qil tavramasdir. Shu topda Brahman mollasiga irodat qilmoqimiz, Brahman avliyalarining shafoatiga seg'inmoqimiz Allohning irodasidir. Janobi Allah eng yaqin, eng sadoqatman bandalarini turlik chora qismatlar bilan sinaydi. Boqiy olamda Allah shafoat taxtiga chiqqanda sirat ko'rigidan o'tgandagi mushkulotlarga silishtirganda bu hech gap emas. Pat yaqinda Saidiya tasarrufida ahli ishqiya sulkimizning tug' shaddilarini dapilditish uchun Allah Taala inom qilgan bu sinoq mushkulotlardan sadoqatmanlik bilan o'tgaysizlar.
deydi Hidayetullah İşan Molla Saqi qatarlıq muridlarga vaz etib. İşanның hər bir sözге beguman işinishga odatlangan muridlar süngak-süngakdan o'tadigan so'g'uqda İşan nemini qilsa shuni qiladi. Ammo 5 vaqt namozni Hidayetullah İşanның imomatchiligida tark etmaydi. Muqaddas ko'lga keldik, dedi yo'l boshlig'ichi Brahman Qarliq tog' bag'ridagi zumratdak suyi choy qilib turgan ko'z yetkisiz ko'lning bo'yiga yetib kelganda yerni quchoqlab ko'lga sajda qilib turib. Xo'ja Hidayetullah İşanmu darhol uningga agishib muzdak yerni quchoqlab ko'lga sajda qildi. Ular shu yo'sinda bir oshbeshim vaqt ibodatga mashg'ul bo'ldi. Lamushi deb ataladigan bu ko'l zumratdak suyida Qarliq tog'ning aks etishi bilan qorayib to'limi surlik ko'rinadi. Uningda zodi qanchalik sehriy kuch borligini bilib bo'lmaydi. Yo'l boshlig'ichi Brahman Hidayetullah İşanға bu ko'lni Budda dinining qutlug' ilohiyasi Parizat onaning ruhi qo'ngan joy deb tushundirdi va Dalay Banchan qatorliq cho'ng lama deganlari o'lib ketsa, ularning o'rniga varis bo'lib to'rildigan bala lama. Bala deganlarning qaysi tarafda, qaysi yurtda dunyoga kelganligi, Qarliq taqqa joylashgan mushu muqaddas ko'lda namoyon bo'lganligini so'zlab berdi. To'rt atrofi tog'lar bilan qo'rshalgan Lixasa shahriga yaqinlashishga ergishib, yo'llarda Buddalar sariyiga berib, Dalay Lamani tavob qiladigan Budda muridlari ko'payishga boshladi. Ular qadamda bir yer beg'irlab, yuzini muzdak tuproqqa yoqatdi va o'rnidan turib, ikki olqiniga bekitib olgan yog'och taqtayni beshidan egiz ko'tarib juplaydi. Yana bir beg'irlab tuproqni so'yatdi. Yo'l bo'yi shu yo'sinda Buddalar sariyiga qarab ilgirlaydi. Hidayetullah İşanmu yo'l boshlig'ichi Brahmanga ergishib, ashu lama muridlariga o'xshash yer beg'irlab tuproq so'yishga boshladi. Kash peshin bilan ular Buddalar sariyi oldidagi kangri saynaga yetib keldi. Ko'kka bo'y so'zgan oltin ravoqliq hayvatlik Buddalar sariyining ustidagi rangdor tug' alamlar lapildab ko'zni qamashtiradi. Saroy ichidagi minglagan rohib Budda muridlarining nom sutra o'qiyotgan ovozlardan hosil bo'lgan hayvatlik bir sada Buddalar sariyiga texmi surlik, texmi hayvatlik, texmi sehrlik tus ata qilgan edi. Yo'l boshlig'ichi Brahman Hidayetullah İşan bilan hamrohlarini Buddalar sarayidagi sangramning qishiga silingan bir saroyga joylashtirdi-da, Dalay Lamaga Muhammad Rajaxonning maktubini topshirg'ach, Hidayetullah İşanning xabarini yetkazish uchun chiqib ketdi. Yo'l bo'yi yer beg'irlab bo'lanmay, put-qo'llari urib chiqayotgandek siyqirab og'rib turgan Hidayetullah peshin namozini ming bir jafoda qiynalib o'qidi-da, o'zini to'shakka tashlab, och qursoq peti xo'rakka tushib ketdi. Ertasi bomdod namozdan Parıq bo'lib, əmdila naştığa oturgan Hidayetullah İşanның qishiga yeliqi Brahman ustiga so'sun rang kosaya otib olgan bir rahibni ergashtirib kirib keldi. Ulug' Achari Dalay Lama Burhan Hazratlari janoblarining ziyoratga kelganliklaridan xabar topdi. Vaqt kelganda o'zlarini chaqirtib qabul qiladigan bo'ldi. Uninggacha mushu Kambu Hazratlari silni muqaddas sangramga akirib, nom sotralardan ta'lim berdi. Sadoqatmanlik, ixlosmanlik bilan ibodatga mashg'ul bo'lg'aylar. O'zrichu hazratim, dedi Hidayetullah İşan bu Brahman muridi orada tilmashlik qilib bermasa o'zining hech ish qilolmaydiganligini esiga olib. Sizlar Kashmirga qaytib ketmaydiganlar? Xotirjam bo'lsizlar, dedi Brahman muridi. Hazratim Ulug' Achari Burhan bilan ko'rishib bo'lmog'icha hech yerga ketmayman. Shunda qilib Hidayetullah İşan heliqi rahib Kamboga ergishib, Buddalar sarayidagi sangramga kirdi-da, uchisiga so'sun rang kosayani kiyib, Budda avliyolarining haykali oldida kecha kunduz ibodatga mashg'ul bo'lib, Dalay Lamaning qabul qilishini kutdi.
bahar pasli kirib, Lixasa shahri xilla illib qolgan kunlarning birida heliqi Kambo Hidoyatullo Eshonga Dalay Lamaning qabul qilganlik farmonini yetkazdi. Әтсі Xo'ja Hidoyatullo Eshon g'usul qilib bomdod namozini o'qidi. Beshiga oq matodan hayvatlik salla o'rab, uchisiga zarbob murosim tonni kiydi. Tonning ustidan so'zin rang kasayani bog'ladi va yeliqi yo'l boshlig'ichi Brahmanning hamrohligida Kambo rahibga agishib, Buddallar sarayidagi Dalay Lamaning hayvatlik ordisiga qadam bosdi. Şahnishinning ichini sonsizlagan shamlar nur chechib, takshi yo'rtib turadi. Tomlarga Sakyamuni Buddhima, Avadukta, Ishvara Buddha, Sungzan Genbu qatorliq Buddha avliyalarının ve Dalay Lama 5'ten burunqi Dalay Lamalarning rasmlari, turli Buddha rivoyatlari tasvirlangan rasmda sızılgan tangalar esilgan edi. Bu tangalar degani rasm sızılgan ipek perde deydi. 100'ge yaqin Gadun degani Lama dinning deganlari deydi. Qutuqtu degani Dalay tarafdagi dindarlarning nomi ekan. Jasa Benchan tarafdagi dindarlarning nomi. Silun ma'muriy ishlarni bajaradigan amaldorlar. Kambular Tibetcha so'z bo'lib, iloh g'alaba qildi degan ma'noda ekan. Rahiblar eshikdan taxtgacha tutashtirib selingan poyandozning ikki tarafidagi gilamning ustiga qo'yilgan mahmal taglikda choza qurib o'tirishadi. Lama rahiblarning so'zib o'qigan duo tilovatlari shohnishin ichida yengil guruldaydi. Ular Sakyamunining tangasi oldidagi oltin taxtda hayvat bilan o'tirgan Dalay Lamaga ayminib yertigidan qarshiydi. Şahnishinga kiribla surbisib, g'ong'i qilib qolgan Xo'ja Hidoyatullo Eshonni Brahman hamrohi asta noqib qo'ydi. Shu hamon esi kelgan Hidoyatullo Eshon darhol o'zini poyandozga tashildi-da, yer beg'illab poyandozni so'ydi. Ondan o'rnidan turib, ikki qo'lini beshidan egiz ko'tarib jupladi. Ondan yana yer beg'illadi. U ana shu yo'sinda 9 qitim yer beg'illab, 9 qitim o'rnidan turib, Dalay Lamaning oltin taxti joylashgan marmar shoh supining tuviga keldi-da, ovozni imkon bor undigirak chiqarishga tirishib so'z boshladi. Lajiyalu dengizda kang qursaq buyuk ochari, men sening ulug' yaratquching Sakyamuniga sadoqatmanlikim bilan irodat qilib, sening shafaat va inoyatingni seg'inib, oldinga yordam tilab keldim. Barliq muddao maqsadlarimni Kashmir Xaqoni Muhammad Rajaxon sana yozgan maktubida tafsili bayon qilganligi uchun qayta so'zlab o'ltirmayman. Faqat shuni saminga silib qo'ymoqchimanki, Saidiya tasarrufi buningdan 900 yillar ilgari sening ulug' babai buzruklarning tasarrufidagi zimin edi. Bu yerga mundaq izohat beribdi. Miladiya 755-yillarda Tibet hukmdorlari g'arbiy yurtga besib kirib, egilib olgan edi. Hidoyatullo Eshon Dalay Lamaga mushu tarixni ishora qilib so'zlayotdi deydi. Agar babai buzruk ajdodlaringning pok ruhoniyatlarini xo'sh qilib, oshu shavkatlik saltanatingga qaytishni xohlasang, mana men bu zaminni sana ikki qo'llab tutishga roziman. Yo'l boshlig'ichi Brahman Hidoyatullo Eshonning so'zlarini Dalay Lamaga so'zma-so'z tarjima qilib berdi. Muhammad Rajaxonning maktubidan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning maqsadini allaqachon bilib bo'lgan Dalay Lama necha kundan beri yuqori darajalik giygan lamalarni yig'ib, qanday qilish haqida bir necha qitim kengash qilgan va Saidiya xalqini og'dirib tashlab, o'z tasarrufiga erishdan iborat bu katta ishni Saidiya tasarrufining sharqi shimol tarafidagi cheksiz Mo'ng'ul dalasidagi Mo'ng'ul qabillarini birlikka keltirgan
Bala vaqtidan tortib Buddalar sarayida Budda ahkamlari bilan shaxsan o'zi tarbiyalagan Jung'arlarning buyuk sarkardasi G'oldanga topshirishni qaror qilgan edi. Shunga u Hidoyatullo Eshondan ortiqcha gap so'ramadi. Eshonning Sakyamoniga Budda Brahman aqidasiga bo'lgan sadoqatini bir haza maqtadi. Orqadan Eshonning sharifiga ziyofat rastlab, uningga Abbaq degan Brahmancha unvonni inom qildi. Bu yerga Abbaqqa mundaq izohat berilibdi. Abbaq o'rta darajalik diniy unvon Kambudan töven turdi. Hidoyatullo Eshonmu Dalay Lamaga olaydan og'ash kelgan 10 top yakan shoyisini 1000 zar oltinga qo'shib hadiya qildi. Bu sovg'a salomlardan rozi bo'lgan Dalay Lama Hidoyatullo Eshonning bo'yniga o'z qo'li bilan xodak ortib qo'ydi. Xodak degani oq ipakdan to'qilgan sharpa Tibetliklar mehmonlarning bo'yniga silib qo'yib ko'rishidi deydi. Ziyofatda Dalay Lama bilan birga o'tirib, g'izalini sharpiga muyassar bo'lgan Hidoyatullo Eshon Lajiyalu deb to'lab qo'yadi. Boshqa giygan rohiblarmi nimalandir qoldirilishib Lajiyalu deyishadi. Ziyofat oxirlashgandan keyin Dalay Lama oldin tayyorlab qo'ygan bir parcha maktubni Hidoyatullo Eshonga uzatdi. Ey Abbaq Hazrat, bu maktubni eng sadoqatman Budda murti G'oldan Büshk To'xan odilariga topshirib bersangiz, barliq arzu armonlaringiz murod topqay. Sizga shafaat sangramidagi yordamchi Qutuqtu rahibni qo'shib qo'yaman. U elchi sifatida G'oldan Büshk To'xan odilariga farmonimni yetkazadi. Ey dengizda kang qursoq, buyuk ochari parvardigorim. Men kim Hidoyatullo Abbaq xo'ja murtingning cheksiz sadoqatiga ishinib, Saydiya tasarrufidagi murid mushritlariga yondirgan bisyor shafoatingga minglarcha tasanno. Sening bu shafoatingni har qachon yod etgayman. Hidoyatullo Eshon hayajon bilan to'xtamay vaqirdi. Lajiyalu, Lajiyalu, Lajiyalu.